Hoji aka. Assalomu alaykum. Hormang. YouTube kanalida Elbek. Assalomu alaykum. Elbek kanalida Ro'zali. Aka, Sizlar uchunmi? Ha, yo'q aka. Sog' salomat bo'linglar. Hamisha xursandchilikda, sog' salomatlikda, hayit ayyomlarda, ro'za ayyomlarida sog' salomat yurib, yurtimizga sog' salomat kirib keling. Siz ham sog' bo'ling hoji aka. Onalaringni baxtiga, bola chaqalaring baxtiga sog' keling. Nima ko'rinmay qoldi so'rashyapti. Ana Elbek o'ziga kelyapti endi. Musofirda Elbek o'zi musofirda yuribdi. Sog' bo'ling aka. Bugun xudo xolasa. Vodil dehqon bozorida mana Ro'zali hoji akamiz hozir sizlarga ko'rsatib berdik. Ham musofirda yurganlarga bir gapirib qo'yinglar aka. Xarajat qilayotganimizni olmaysan bizni. Xarajat ko'rmoq bor, yemoq yo'q bo'ladi-da keyin. O'tinglar hammalari. Sog' bo'linglar. Mana Vodil dehqon bozorida odam gavjum. Xudoga shukr, ne'matga shukr, hamma yo'q bor. Ot go'shti ham bormi aka? Ot go'shti ham bormi? Mana do'stimiz ham shu yerda mana. Assalomu alaykum. Mana. Bozor o'zi yakunlandi-da, yakuniy bozor qismi bu. Kuzatishda davom etasizlar endi.